Ya aka, ma şu ko'zini yumib ochqicha men ilgirki tez beyib ketgan bir ishni o'ylashib yinan keldim aka. Kim deydi bu? Atdigan bir soatishim bilan ko'rishgan, u 4 maktab yuzi ko'rmagan nima, yassaydim o'qimagan nima u. Oshining o'z oldi bir mahsuloti aka qara. Nima mahsuloti? Yuz choplaq. Choplaq? Unini o'qimagan og'in soatishim bor. Umuman maktab yuzi ko'rmagan soatishim u. Uningmi o'z oldiga bir choplaq bor aka uni. Bu nim choplaq? Qo'l choplaq aka. Ya ular o'qimagan bo'lsa, yaslimi o'qig'im sanada qanday savodosh bo'ladi? Men o'qimadim. Shu endi men ochlar qarsam yuz choplaq, qo'l choplaq qilibdi. Men mana shu hech kim o'ylab boqmagan. Ay xalqning kalisi kelmaydigan, tafakkur qismi tegmaydigan. Vahshiy bir choplaqni ishlab chiqaray deb o'ylashyapman, lekin haqiqat qalaymikan u bunda deb shuma aka sana ish chiqib deyapti. Ya? Rost demaysan? Demayman. Endi ular deb beray uni. Mana shu jamiyatda bitta qarsam qiz o'g'illarning puti bo'lib yozning kuni. Tapan taraf sal sho'rlab 6-7 bol yerda o'rgandaklar sho'rlab chirib turib xaritida ko'p kutib shuni nima qilib tapan chaplaq deb birini yangilik xalq sunay dedim-ku. Tapan chaplaq. Uni men endi shunda yaxshi bir o'ylashuv prinsipchanlik bilan endi xalq sunay deyaptim. Uni shu razmili qilib 36 dan 44. Shuni bir sunay deb aytsa nima qilyapman endi Nima qilib qaz buni ishlatish unumi shunday yaxshi qara. Buni men bir tushuntirib o'tkitay. Buni endi qanaqa qildi degan chog'da men shu putda sho'rlab ketgan, o'ynab ketgan yegilar chaplaydi. Chaplablar, kontrollik yegi beriblar 10 minutdan 20 minutgacha tapanni ikki putni egiz ko'tarib tapanni shu kontrolga qaqlab, lekin bu qichishitgina bu tutib ketadi bu. Tutib ketgan qichish shunday qichishqa vaqti naqash pay unum qilgan vaqti. Shuni nima qiladi? Shuni oxiri Şunu olan o ne yaptılar? Şimene evlen paketi yüklüydüler. Şunu çırgan o bola. Yengil bir taraf kullanıp götürdü. Bunu bulandı ki.